Assalomu alaykum aziz muxlis. Bryusselda Ukraina bo'yicha Yevropa sammiti boshlandi. Belgiya poytaxti Bryusselda 27 davlat yetakchilari ishtirokida Yevropa ittifoqi sammiti boshlandi. Qayd etilishicha, Yevropa mamlakatlari Rossiya bosqiniga qarshi kurashayotgan Ukrainani qo'llab-quvvatlash masalasini muhokama qilmoqda. Bu jarayon AQSh prezidenti Donald Trampning Kiyevga bosim o'tkazish fonida davom etmoqda. Sammit kun tartibida, shuningdek, Yevropa iqtisodiyotining raqobatlashligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar, Isroilning G'azo sektoridagi harbiy operatsiyasini qayta boshlashi, Yevropa ittifoqining navbatdagi uzoq muddatli budjeti hamda AQShning kamayib borayotgan qo'llab-quvvatlashi sharoitida Yevropa mudofaa salohiyati masalalari kiritilgan. Yevropaning tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Kaja Kallas yuqori darajadagi uchrashuv davomida Ukraina uchun 2 million dona artilleriya snaryadi sotib olish bo'yicha kelishuvga erishishga umid qilayotganini bildirib o'tdi. Bir necha kun oldin esa Yevropa kengashi yig'ilishida Kiyevga 40 milliard yevro miqdorida harbiy yordam ajratish uchun yetarlicha qo'llab-quvvatlov ololmagan edi. Shuningdek, Yevropa ittifoqi davlatlari harbiy xarajatlar tarifini qayta ko'rib chiqishni rejalashtirmoqda.